Kuzatuvchilar, milliy sertifikat darajasidagi qiziqarli bir misolni ko'rib chiqamiz. Xo'sh, demak, mana bunaqa turba berilgan va uni qirqib olingan qirqim, ya'ni mana shu joyning, mana shu qirqimning uzunligini toping deyilgan. Xo'sh, ana endi biz shuni chizib olamiz, ya'ni yoyib chizib olamiz. Yoyib chizib oladigan bo'lsak, bizda shaklimiz mana shunday ko'rinishda bo'lar ekan. Xo'sh, demak, bizda mana bu qismning uzunligi 20 ga teng. Ya'ni mana bu qismimiz. Xo'sh, bunisi 10 ga teng, bunisi 10 ga teng. Xo'sh, mana bu qism bizda mana bu yuqori qismdagi aylanasining uzunligiga teng bo'ladi. Ya'ni 2 ta pi r ga teng bo'lar ekan. Bizning radiusimiz 5 bo'lganligi uchun 5 ni qo'yadigan bo'lsak 10 pi bo'ladi. Pi ni 3 deb oling degan. Demak, mana shu tepaning uzunligi 3 deb oladigan bo'lsak 30 bo'lar ekan. Mana bunaqasiga chizamiz. Bu 30 bo'ladigan bo'lsa, bu yer 15, bu yer 15. Bu 10 bo'ladigan bo'lsa, demak bu yer ham 10 va mana bu yeri 10 bo'lib qolar ekan. Demak, Pifagor teoremasidan foydalansak, mana bu yerimiz 5 ildiz osti 13 bo'lar ekan va bu tarafi ham 5 ildiz osti 13 bo'lar ekan. Bu qirqimning uzunligi L barobar 10 ildiz osti 13 ga teng bo'lar ekan. Mana shunaqangi qiziqarli misollarni o'rganmoqchi bo'lsangiz, bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.